Sizga eng qimmatli narsamni beraymi? Mayli, bering. Voy, chiroyliligini-chi. Sizga yuragimni sovg'a qilaman. Endi u sizniki. Rostdanmi? Ha. Oling. Rahmat. Voy. Endi nima qilamiz? Nima qilardik? Shundoq gaplashaveramiz, faqat o'rtamizda yurak bo'lmaydi. Shunday gaplashsa bo'lar ekanmi? Albatta bo'ladi. Ana, nechtasi gaplashib yuribdi-yu. Sizda boshqa yurak yo'qmi? Yurak odamda bitta bo'ladi, yaxshi qiz. Bilganimda ushlab qolardim. Bilganimda ushlab qolardim. Qizlarning hammasi shunaqa. Qo'yib yuborib, keyin afsuslanib o'tirishadi. Mayli. Sizga yana bitta yuragimni beraman. Ah, bormi? Siz uchun bor. Ahalay, mahalay. Hop! Voy. Sizni qarang-ku. Binoydek fokuschi ekansiz. Ha endi. Buncha katta. Yurak kichkina bo'lsa siz bilan gaplasha olmasdim-da. Shaytonning yumshoqligini-chi. Qattiq yuraklardan Xudoning o'zi asrasin. Qip-qizil ekan. Sarg'ayib ketgan yuraklardan yaxshi har qalay. Rahmat. Asrang meni yuragimdan. Xo'p bo'ladi. Sizga topshirdim.